Hurmatli obunachilar, Komsomoldan Sagdiana klinika qatorasidan bitta ajoyib kottejimiz chiqyapti. Ana shu uglovoy kottejimiz sotuvda. Shuni birgalikda obzor qilamiz. Ketdik. Bu ko'cha polностью kottej qilib qurib kelingan, hamma sotib bo'lingan. Ana shu uglovoy o'zincha olib qo'yilgan. Bugungi kunga pul zararli uchun sotilyapti. Shuni obzor qilamiz. Mana darvozaxonasi. Akkuratно qilib burchakka terib qo'yilgan. Zenoy zonamiz. 7 tonnali hovuzimiz. Xo'p. Sanuzel. Eshik romlarimiz ham akkuratno qilib qo'yilgan ekan. Did bilan qilib. Bismillah. Kirishimizdan mana katta hol, balandroq qilib tayyorlab qo'yilgan ekan. Lyustralar ajoyib qo'yilgan. Mehki mebeldan qo'yib qo'ysangiz, shu yerda mehmonlar kutib olaversangiz bo'lar ekan. Xo'p. Mana bu yerda ham ajoyib katta joy. Katta stol-stullarni qo'yib qo'yib, televizorni qo'yib qo'ysangiz, xonamiz ham o'zi 50 kvadrat kattaligida. Mana arsalon qo'yilgan. Gaz plitalar. Mana bu tak xona qilib qo'yilgan ekan. Bizga ham umumiy sanuzel bor ekan. Chashga. Mana akkuratno qo'yib ketilgan did bilan. Bismillah. Katta zalimiz. Spalnimiz. Umumiy sanuzel. Har bir xonani interyer qilib avtorskiy qilib qo'yilgan ekan. Endi mana aka orqa tarafda hovlichasi zilon zona qilib qo'yilgan. Burchakka terib qo'yilgan. Bu tarafga isitish tizimining xonasi, отоплениyalar, nasoslar. Buni ikkiladovkada qilib ishlatib qo'ysa bo'lar ekan. Chiroyli umumanlik romni ham qo'yib ketilgan ekan. Bu esa kottejning 3 sutiga joylashgan, 260 kvadratdan iborat. Narxi startoviy 95 ming so'ralmoqda. Sunnatga o'tadigan joyi bor. Reallarga qilib berlar, pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilib o'ting.